Jo'lamon, qulonim Jo'lamon, qanisan? deb chaqira boshladi Nayman ona. Qilt etgan jon ko'rinmadi. Hech qanday ovoz eshitilmadi. Jo'lamon, qayerdasan? Bu men onang bo'laman, qayerdasan? Ona tashvish ichida atrofga olazarak boqar ekan, Manqurt o'g'li tuyasining soyasiga berkinib, tizzalab o'tirganicha kamonni tarang tortib mo'ljalga olayotganini payqamay qoldi. Faqat u quyosh nuri ko'zini qamashtirayotgani sababli qulay vaziyatni kutayotgan edi. Jo'lamon, bolaginam, deb chaqirdi ona o'g'lini biron hodisa yuz bermadimikin degan tashvishda. So'ng egarda o'tirgancha o'girilib qaragan edi, o'zini mo'ljalga olib turgan o'g'liga ko'zi tushib qoldi. Shu zahotiyoq oqmoyani burib chap kirmoqchi bo'lgan ham ediki, vizillab kelgan o'q uning chap qo'ltig'ining ostiga sanchildi. Ona "Otma!" deyishga ulgurdi xolos. Bu o'lim zarbasi edi. Nayman ona ikki bukildi va oqmoyaning bo'yniga yopishgancha shilq etib tushdi. Lekin undan oldinroq boshidan oq ro'mol uchib ketib, havoda qushga aylanib chirqiray boshladi. Kimning farzandisan? Eslab ko'r. Oting nima? Otangning oti Do'nanboy. Do'nanboy.